Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan birgalikda IELTS reading passage ishlab ko'ramiz. Passagemizni mavzusi Why are so few tigers man eaters? Tarjima qiladigan bo'lsak, nima uchun juda ham kam yo'lbarslar insonlarni ovlaydi yoki yeydi? Xo'p, birinchi bo'lib savoliga to'g'ri qaratamiz. Bu yerda 3 xil savol turi bor. Birinchisi matching information, ikkinchisi true false given va uchinchisi multiple choice savol turlari. Xo'p, savollarni o'qib chiqamiz tezlik bilan, undan keyin passagega o'tamiz. A rejected explanation of why tigers attacks on human are. Xo'p, highlight qilib bo'lmas ekan, mayli. Nima uchun yo'lbarslar insonlarga hujum qilishi haqidagi explanation reject qilingan, ya'ni rad etilgan. Keyingi savolga o'tamiz. A reason why tiger attacks on humans might be expected to happen more often than they do. Nima uchun yo'lbarslarning insonlarga bo'lgan hujumlari kutilmalarda ko'proq bo'lishi kerak edi? Ya'ni o'zi aslida qanaqadir son masalan qanchadir hujum bo'lgan, lekin kutilmalarda ko'proq bo'lishi kerak edi. Keyingi savol, examples of situations in which humans are more likely to be attacked by tigers. Xo'p, insonlar qaysi holatlarda yoki qaysi insonlarga yo'lbarslar ko'proq hujum qilishlari haqidagi vaziyatlarga misollar. Keyingi savol, a claim about the relative frequency of tigers attacks on humans. Yo'lbarslarni insonlarga hujum qilishini, qanchalik tez hujum qilishini qanaqadir nisbiyligi, ya'ni bitta holatda ikkinchisiga taqqoslagan katta ehtimol bilan. Davom etamiz. Keyingisi, an explanation of the tiger behavior based on principle of ethology. Etologiya tamoyillarga asoslangan holatda yo'lbarslarning xulq-atvori. Xo'p, endi juda umumiy gaplar va biz qachon passageni o'qigan paytimizda savollarga to'liqroq javob topamiz. Keyingi savol true false not given. 19-savolni o'qiymiz. Tigers in Bandwarg National Park are protected species. Xo'p, shu Bandwarg milliy parkidagi yo'lbarslar himoya qilingan turlar sifatiga kirishadi. Keyingi savol, some writers of fiction have exaggerated the dangers of tigers to humans. Ba'zi yozuvchilar juda ko'pirtirib yuborishar ekan yo'lbarslarning insonlarga bo'lgan xavfini ko'pirtirib yuborishgan. Keyingi savol, the fear of humans may be passed down in tigers genes. Insonlardan bo'lgan qo'rquv yo'lbarslarda gendan genga o'tib boradi. Keyingisi, Conrad Lorenz claimed that some animals are more intelligent than humans. Conrad Lorenz aytadiki, ba'zi hayvonlar insonlardan ko'ra aqlliroq. Keyingi savol, ethology involves applying principles of human behavior to animals. Etologiya taqozo qiladi insonlarning xulq-atvoridagi prinsiplarni hayvonlarda qo'llab ko'rishni tavsiya qilar ekan. Xo'p, multiple choice savollarga o'tamiz. Why do tigers rarely attack people in cars? Nima uchun yo'lbarslar aynan mashinadagi insonlarga hujum qilishmaydi? Kamdan kam hujum qilishadi. Davom etamiz. The writer said that tigers rarely attack on a man who is standing up because keyingi yana bitta holat, nima uchun yo'lbarslar o'rnida turgan insonlarga kam hujum qilishadi? A human is more vulnerable to tiger attack when it's squatting because, ya'ni insonlar odatda moyilroq bo'lishadi, aynan o'tirgan holatlarda yo'lbarslar hujumiga uchrashgan. Bo'ldi. Paragrafni o'qishni boshlaymiz. A paragraph. As you leave Bandwarg National Park in central India, there is a notice which shows a huge placid tiger. Milliy parkni, demak, Hindistondagi, Markaziy Hindistondagi milliy parkda yozib qo'yilgan bitta belgi bor. U belgi yozib qo'yilgan ediki, ko'rsatib qo'yilgan xotirjam bitta katta yo'lbarsning rasmini va u yerda aytib qo'yilganki, you may not have seen me but I have seen you. Sen meni ko'rmagansan, lekin men seni ko'rganman. There are more than a billion people in India and Indian tigers probably see humans every single day of their lives. Milliardlagan insonlar Hindistonda yashashadi va Hind yo'lbarslari ularni har kuni ko'rishadi. Tigers can do and kill almost everything they meet in jungle. Yo'lbarslar o'zlarini junglda uchratgan har qanaqa narsani o'ldirishlari mumkin. Ular hattoki yo'lbarslar va rhinoceros o'sha nima karkidonlarni ham o'ldirishadi. Surely then it's a little strange that attacks on humans are not more frequent. Lekin bu yerda bitta narsa diqqatni tortadiki, g'alatiki, nima uchun ular insonlarga kamdan kam hujum qilishadi? Xo'p, eng o'qib bo'ldik, endi qaraymiz. Reject explanation haqida gap ketmadi. Reason why not attacks humans might be expected. Qaraymiz. Nima uchun insonlarga bo'lgan hujum o'z aslida kutilganda ko'proq bo'lishi kerak edi. O'z asli holatdan ko'ra, ya'ni kutilmalar ko'proq bo'lishi kerak edi insonlarga bo'lgan hujumlarni kutilmasi.
Xo'p, endi bu yerda qaraymiz, paragrafda tigers can do almost everything. Demak, hamma narsani, uchratgan hamma narsani o'ldirishadi yo'lbarslar va u hatto filni ham o'ldirishadi. Va ularning oldida insonlar hech narsa emas. Nima uchun unda insonlarga bo'lgan hujumlar kam? Bu yerda aynan shunga sababli aytgan, ya'ni to'g'ri sababda ko'rsatilgan. Masalan, nima uchun kutilmalarda ko'proq bo'lishi kerak insonlarga bo'lgan hujumlar. Sababi esa oddiy, ular umuman hech kimga rahm shafqat qilishmaydi va hamma narsani yo'ldan chiqqan hamma narsani o'ldirishadi. Shuning uchun ham odamlar ko'proq kutgan ekanki, ularni insonlarga bo'lgan hujumlarning sonini nisbatan ko'proq bo'lishini. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda boshqa savollarga 19-savolga qaraymiz. Bandwarga parkida yo'lbarslar himoya qilingan turlar ishiga kirishadimi? Bandwarga parki bir paragrafda yo'q aytilmagan. Shuning uchun ham, lekin himoya qilinadi degan ma'lumot bo'lmaganligi uchun ham, demak, yo'lbarslarning himoya qilinadi degan ma'lumot mavjud emas. Shuning uchun biz bu yerda to'g'ri javob sifatida natijani olamiz, chunki aytilmagan. Bir paragrafni o'qiymiz. Some might argue that this attacks in fact common in the past. Ya'ni ba'zilar aytadiki, bunaqangi hujumlar oldin bir paytlari juda ham bir ko'p tarqalgan edi deb aytadi ba'zi insonlar. Common in the past, oldin. Ko'p tarqalgan. Bridge writers of adventure stories such as Jim Corbett degan insonlar shunaqa bir taassurot beradiki, qishloq hayotini Hindistondagi village life in India early years of the 20th century involved a stage of constant siege by many eating tigers. Insonlarni yeydigan yo'lbarslar tomonidan to'liq siege degani bu nima? Bosqinlik yoki qanaqadir bosqinchilik bo'lganligi haqida aytib beradi Jim Corbett, but they may have overstated the terror spread by tiger. Lekin bu aytilgan gaplarning ko'pchiligi demak overstated, ya'ni ko'pirilgan, haddan tashqari demak ko'pirtirib yuborilgan qo'rquv sifatida qaraladi, ya'ni dahshat sifatida qaraladi. Ya'ni o'zi aslida bunaqa bo'lmagan bo'lishi ham mumkin deb aytilinadi. Ya'ni holat unaqa darajada qo'rqinchli ham bo'lmagan. There were also more tigers around in those days, probably 60,000 in subcontinental compared to 3,000 today. Xo'p, yo'lbarslar 60 mingga yaqin bo'lgan edi o'sha paytlarda, hozir esa 3 mingtaga tushib qolgan. So in proportion, ya'ni umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, ya'ni attacks, ya'ni nimalar, ular insonlarga bo'lgan hujumlar has been rare as they are today. Bugungiga o'xshagan kamyob bo'lgan, ya'ni 60 mingta bo'lganda ham kam bo'lgan, 3 mingta bo'lganda ham demak unaqa darajada ko'p emas, ya'ni nimaga, insonlarga bo'lgan hujumlar. Xo'p, 20-savolda ba'zi yozuvchilar oshirib yuborgan xavf-xatarni yoki ya'ni yo'lbarslar tomonidan qilingan xavf-xatarni oshirib yuborilgan. Bu yerda Jim Corbett misol keltirdi va Jim Corbett aytgan gaplar rostdan ham juda ham bir ko'pirtirib yuborilgan va to'g'ri javob sifatida bu yerda biz 20-savolga turni olamiz. Xo'p, yuqoriga chiqamiz. Xo'p, rejected example of situations in which humans are molecularly, qanaqa turdagi insonlar yo'q gapirilmadi. Xo'p, qaraymiz. 17-savolga qaraymiz. Claim about the relative frequency of tigers to humans. Ya'ni insonlarga bo'lgan yo'lbarslarning hujumidagi nisbiylik, ya'ni oldin qanaqa edi, hozir qanaqa. Bu yerda aytilindi, oldin ham kam edi, hozir ham kam. Shu bilan bilsak bo'ladiki, bu yerda to'g'ri javob sifatida biz B variantini tanlaymiz. Okay, davom etamiz. Bo'ldi. Malpochoy savol turiga o'tmaymiz, chunki bu yerda nima uchun yo'lbarslar mashinadagi insonlarga kamroq hujum qiladi deb aytgan, lekin biz hali ham kelganimiz yo'q mashinadagi insonlar haqida. It's widely assumed that the constraint is fear. But what exactly are tigers afraid of? Biz bilamizki, bu yerda bitta masalan sabab bu qo'rquv bo'lgan, lekin nimadan qo'rqqan o'zi aslida yo'lbarslar? Can they really know that we may be even better armed than they are? Ular bilishganmidi insonlarning armiyasi yaxshiroq ekanligini yo'lbarslardan ko'ra? Surely not. Aniq bunaqa emas. Has the species programmed the experiences of all tigers with humans its genes to be inherited as instinct? Ya'ni bu turlar dasturlashganmidi aynan hamma yo'lbarslarni insonlar bilan bo'lgan tajribalari, taassurotlarini gen sifatida olgan va bu instinkt sifatida qo'ygan. Ya'ni nima demoqchi bu yerda? Aytmoqchiki, has the species programmed the experiences of all tigers with humans its genes to be inherited as instinct.
ya'ni ota bobolar qanaqa insonlar bilan muloqot qilgan bo'lsa, ya'ni qanaqa bir insonlarga munosabatda bo'lgan bo'lsa va bu narsa hozirgacha qolib ketgan gen sifatida o'tib ketgan. Balki, but I think the explanation may be more simple and in a way more intriguing. Lekin bo'lishi mumkin, lekin menimcha bu yerda izoh bundan-da oddiyroq va bundan-da intrigaliroq bo'lishi kerak deb aytgan. Xo'p, endi qaraymiz. Demak, 14-savolga qaraymiz. A rejected explanation of why tigers attacks on humans are rare. Explanation reject qilindimi? Ha, bu yerda reject qilindi. Ya'ni bu yerda aytilindimi? Instinkt saqlanib qolgan, insonlardan qo'rqish degan instinkt saqlanib qolgan. Ya'ni insonlarga bo'lgan, ya'ni o'zini experience saqlanib qolganmi? Ha, saqlanib qolgan, lekin explanation degan bundan oddiyroq bo'lishi kerak deb turib, buni reject qildi yozadigan, ya'ni bu paragrafni yoki bu artiklni yozgan inson o'zi reject qilib turibdi. Shuning uchun ham biz bu yerda C variant, C paragrafni olamiz, chunki reject qilingan. Davom etamiz. Xo'p, pastga tushamiz. Demak, insonlardan qo'rqish yo'lbarslarni genidan o'tganmi? Qarang, insonlardan qo'rqish emas, bu yerda experience, insonlar bilan bo'lgan taassurotlar o'tgan, lekin bu qo'rquvmi, qo'rqmasmi bu yerda biz aniq fikr ayta olmaymiz. Shuning uchun ham to'g'ri javob sifatida bu yerda biz not given variantini tanlashimiz kerak. Davom etamiz. Since demak bu yerda ismlar aytilinmadi, malpochevskaga kelganimiz yo'q. D paragrafini o'qiymiz. Since the growth of ethology in 1950s, we have tried to understand animal behavior from animal point of view. 50-yildan beri etologiya sohasida rivojlanish bo'lgan. Etologiya degani bu hayvonlarning yashash tarzini o'rganadigan bitta ilm fan hisoblanadi. We have tried to understand animal behavior from the animal point of view. Biz harakat qilib kelganmiz, insonlarning xulq-atvorini, ularni fikrlashi orqali tushunishga, ya'ni ular bo'lib fikrlab ko'rishimizga harakat qilib ko'rganmiz demoqchi bu yerda. Until the first illusion experiments by pioneers in the field such as Konrad Lorenz. Qaranglar. Demak, birinchi yaxshi qilingan eksperiment aynan Konrad Lorenz degan tomonidan qilingan ekan, inson tomonidan qilingan ekan. Ungacha esa tabiatshunoslar yozgan ediki, hayvonlar insonlardan ko'ra aqlsizroq degan fikrni olg'a surishgan. Xo'p, Jim Corbett endi qaranglar, mana shu yerda Konrad Lorenz degan savol bor edi desmasam. Mana topdik. Konrad Lorenz aytgan ediki, ba'zi insonlar hayvonlar ba'zi insonlardan ko'ra aqlliroq. Until the first illusion experiments by pioneers in the field such as. Gacha, tabiatshunoslar bu narsani aytgan, lekin Konrad Lorenz aytmagan. Notga olamiz bu savolning javobini. Davom etamiz. Jim Corbett's priceless accounts of his duels with anteaters in trust tell us more about Jim Corbett's than they do about the animals. Jim Corbettni hisob kitoblari, aynan uni o'sha odamlarni yeydigan maxluq, ya'ni to'g'rirog'i yo'lbarslar bilan duellarga oid bo'lgan hisob kitoblarga ko'ra, aynan u Trust tells more about Jim Corbett than they do about the animals. Ya'ni bu yerda, ya'ni uni hisob kitoblarida uni o'zi haqida ko'proq ma'lumot beriladi. Jim Corbettni o'zi haqida ko'proq gapirilgan, aynan uni, ya'ni hayvonlar haqidan ko'ra o'zi haqida ko'proq gaplar gapirilgan. Xo'p, a principle of ethology, on the other hand, requires us to attempt to think in the same way as the animal we're studying things. Etologiyani tamoyillari boshqa taraflama shu narsani talab etadiki, biz hayvonlar kabi o'ylashimiz kerak, and to observe every tiny detail of its behavior. Va biz har bitta kichik detalni ham hisobga olishimiz kerak. Aynan insoniyatni harakatlarini qo'shmagan holatda, ahamiyatga olmagan holatda faqatgina hayvonlarni o'rganishimiz kerak demoqchi bu yerda. Xo'p, endi qaraymiz. Bu bizda D paragraf bo'ladi. Examples of situation of humans attacked by tigers. Situations which humans are more likely to attack tigers. Yo'q, misollar haqida gapirilmadi. Explanation of tiger behavior based on etologiya prinsiplariga oid. Explanation. Etologiya prinsiplari haqida gapirildi, lekin bu yerda tushuntirish berildimi? Xo'p, men 18 da demak D bo'lishi mumkin, lekin
Explanation etologiya prinsipiga explanation berildimi? Menimcha yo'q. Chunki bu yerda faqatgina o'sha yozuvchilar haqida ma'lumot berildi, ularning qilgan ishlari haqida, lekin etologiya haqida demak gapirilgani yo'q bu yerda. Davom etamiz. 23-savol. Ethology involves applying principle of human behavior to animals. 23-savolda aytganki, etologiya aynan insoniyatni xulq-atvorini hayvonlarda qo'llashimiz kerak ekanligi haqida gapirilgan. Ethology involves applying principles of human behavior to animals. Bu yerda aytilgan yo'q, insonlarning prinsiplarini kirishimiz kerak emas. Bu yerda aytildi, without imposing our own human significances on its actions deyildi. Harakatlarga o'zimizni, ya'ni insoniyatning harakatlarini kirishimiz kerak emas. Ya'ni ularning ahamiyatini faqatgina ularni o'zim xulq-atvoridan kelib chiqishimiz kerak emas, qilishimiz kerak, lekin human behavior principle'larni apply qilishimiz kerak emas. Bu o'z-o'zidan false bo'ladi. Davom etamiz. Let's continue, guys. Xo'p, davom etamiz. Yuqoridagi yo'q, demak boshqa javoblar yo'q ekan. Paragrafga o'tamiz. I suspect that the tiger's afraid of humans' lies is not the same programmed ancestral logic. Hop, but in the way he actually perceives us visually. Men bitta narsadan shubhalanamanki, yo'lbarsni qo'rquvi, ya'ni insonlardan qo'rquvi bu ularni uni ota-bobosidan, ajdodidan qolgandagi, ya'ni qolgan deb o'ylamayman, balki u bizni qanday ko'rishiga bog'liq deb o'ylayman. If you think like tiger, human in a car might appear just to be a part of a car. Because tigers don't eat cars. A human is safe unless the car is menacing the tiger or its cubs. Xo'p, qaranglar. Agarda siz yo'lbars kabi fikrlaydigan bo'lsangiz, a human in a car, mashinada o'tirgan inson mashinaning bitta qismi sifatida ko'riladi. Va yo'lbarslar uni yeyishga qiziqmaydi. Va inson xavfsiz bo'ladi agar u bolani to'g'rirog'i nimani tigerni bolasini, kablarni yoki yo'lbarsni o'zini o'ldirishga harakat qilmaguncha unga hech kim tajovuz qilmaydi demoqchi. In which case brave and grave tiger may charge. Ya'ni shunaqa holatlarda faqatgina o'zini himoya qilish uchun hujum qilib qolishi mumkin deb aytilgan. Demak, endi true false savollarga o'tdik, multiple choice savollarga o'tdik. Nima uchun yo'lbarslar insonlarga kam hujum qilishadi? Ya'ni mashinadagi insonlar kamroq hujum qilishadi. Sababi they have learned the cars are not dangerous. Ular o'rganishganki mashinalar xavfsizroq. Yo'q. They realize that people in cars cannot be harmed. Yo'q. They do not think people in cars living creatures. Ular yuqorida aytildiki, mashinada o'tirgan insonlar shunchaki mashina bitta qismi sifatida ko'rinadi. Ya'ni ular harakatlanyapti deb o'ylamaydi va mashinani bitta qismi sifatida qaraydi. Va bunda o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, tirik jonzot sifatida qaramaydi mashinada o'tirgan insonlarga. Toki aynan mashina bilan hujum qilmagungacha. To'g'rimi? Davom etamiz. The writer suggests tigers can really attack a man who is standing up because turgan insonga yo'q, hali davom etamiz. Qaraymiz endi. Imagine a human on foot is different sort of puzzle. Oyoqda turgan inson esa butunlay boshqacha bir topishmoq. Imagine a tiger sees a man who is 1.8 meter tall. A tiger is less than 1 meter tall. Xo'p, yo'lbars 1.8 metr, ya'ni 1.80 bo'yli insonni ko'radi va uni bo'yi 1 metr uzunlikda, lekin aynan u boshidan xo'p, demak, texnik muammo bo'lib qoldi. Readingni demak davomini yoza olmagan ekan, shuning uchun ham demak yana boshdan takroriy tushuntirib beraman. A tiger is less than 1 meter tall, but they may be up to 3 meter long from head tail. Yo'lbarsni bo'yi o'zi 1 metr uzunlikda, ya'ni masalan, bo'yi 1 metr uzunlikda, lekin agarda u dumidan boshiga qarab soladigan bo'lsak, uni bo'yi 3 metrga tenglashadi. When a tiger sees a man face on, it might not be unreasonable for him to assume that the man is 6 meter long. U odatda 6 metr deb o'ylaydi yonida turgan insonni, chunki u bo'yi 1.8 va eniga qaraydigan bo'lsak 6 metrni tashkil qilish kerak. If he met a deer, it says deer of this size, he might attack the animal by leaping on its back. Agarda u qachonki xuddi shu o'lchamdagi kiyikni ko'rib qoladigan bo'lsa, uni orqasiga sakraydi.
va u orqaga o'tgan paytda esa bu xuddi shu holatni nima masalan guvohi bo'lmaydi. Yani insonlarda boshqacha. From the man is huge. Oldi taraflama inson katta, lekin orqasiga o'tgan paytda u hech narsasi yo'q. Yani hamma narsa yo'qolib ketgan. Like suddenly all disappears. This must be very disconcerting. Yani bu uchun bu juda ham bir nima hayratlanarli, ya'ni uni hayron qoldiradigan holat hisoblanadi. Cho'chitadi. A hunter has to be confident that it takes its prey. Ya'ni ovchi ishonch hosil qilishi kerak o'ljasini ushlashdan oldin. And no one is confident when they are discovered. Agarda xohlagan hayvon oladigan bo'lsa, agarda u hayajonlanadigan bo'lsa, demak u o'ziga ishonmaydi va hujum qilmaydi. This is especially true for solitary hunters such as a tiger. Bu aynan yolg'iz yuradigan yo'lbarslarda ko'p uchraydi. And may explain why lions, particularly young lions, who tend to encourage one another, take risks, are more dangerous than tigers. Xo'p, endi bundan bilsak bo'ladiki, nima uchun sherlar, ayniqsa yosh shervatchalar bir-birini nimaga tavakkal qilishga undaydigan yosh sherlar to'g'rirog'i xavfli hisoblanadi yo'lbarslardan ko'ra, chunki ular risk qiladi va masalan o'ljasiga tashlanadi. Demak, endi yana davom ettiramiz savollarga e'tibor berishni. 18-savolga qaraymiz. An explanation of tiger behavior based on principle ethology principle ga ko'ra tigerni xulq-atvor, ya'ni yo'lbarsni xulq-atvor, ya'ni o'zini qanaqa tutishi, qanaqa fikrlashi o'ljasidan oldiga kelgan paytda, demak bu ham to'liq I paragrafda tasvirlangan va biz bu yerda demak I variantni belgilaymiz. Xo'p, davom etamiz. Endi boshqa savollarga qaraylik. 24-25 savol. Writer says that tigers really attack a man who is standing up because nima uchun oldida turgan insonga yo'lbars kamdan-kam hujum qiladi? Sababi nima? O'rnida turgan insonga kamdan-kam hujum qiladi. They are afraid of the man. Uni bo'yidan qo'rqadimi? Katta ehtimol bilan bu variant demak bizda demak to'g'ri emas, chunki qo'rqadigan ma'lumot yo'q. They are confused by the man shape. Ya'ni u chalkashib qoladi u insonni shakliga qarab. To'g'ri. Shunaqa bo'yi uzun, lekin orqa tarafi yo'q. They are puzzled by the man lack of movement. Harakat kamligidan yo'q, bu haqida gapirilmagan. Unable to look at the mind yo'q. Bunaqa narsalar ham demak gapirilmagan reading passage. Davom etamiz. If the theory that the tiger is disconcerted to find that standing human is both very big and yet somehow invisible is correct, the opposite should be true squinting. Demak, qanchalik tarzda yo'lbars o'zini olib qochsa, turib yuradigan insonni shunchalik tarzda aynan u tashlanadi, qachonki inson o'tirgan bo'lsa. Squinting human is half his size, presents twice the spread of back. Qanchalik demak inson bo'y pasayadigan shunchalik tarzda, demak orqa taraf masalan kengayadi, to'g'rimi? Big and more closely resembles a medium sized deer. Bu esa o'rta kattalikdagi nimani kiyikka qiyoslanadi. If tigers were simply frightened of all humans, then a squatting person would be no more attractive as a tiger as a standing one. Agarda oddiy insonlardan demak qo'rqadigan, agarda yo'lbars hamma insonlardan qo'rqadi deb qaraydigan bo'lsak, o'tirgan inson aslida uni o'ziga tortmaslik kerak edi. Ya'ni u o'lja sifatida qaramaslik kerak edi unga. This however appears not to be the case. Lekin bu faqatgina bitta dona case emas. Many incidents of attack people, ya'ni insonlarga bo'lgan juda ham ko'p nimalarda, ya'ni holatlarda yoki nimalarda, ya'ni hujumlarda qishloqli insonlar ichida ko'p bo'ladi. Squatting or bending over, qachonki inson o'tirgan bo'lsa yoki o'tirib o't kesayotgan bo'lsa, misol uchun maysalarni kesayotgan bo'lsa yoki boshqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, ular ko'pincha hujumlarga uchrashadi. Mana nima uchun yo'lbarslar o'tirgan insonlarga ko'proq hujum qiladi. Xo'p, endi human is more vulnerable to tiger attack when squatting because insonlar yo'lbarslarga ayni o'tirgan paytlarida ko'proq moyil bo'ladi yo'lbarslarni hujumiga. Nima sababdan? Qaysi variant bu yerda to'g'ri keladi? Qaraymiz D variantni. His back appears longer in relation with his weight. Ya'ni o'tirgan payt uni orqa tarafi kattaroq ko'rinadi va bu esa kiyik deb o'ylab, masalan, hujum qilinishiga olib kelishi mumkin. Demak, bu yerda bu savolning javobi demak D variant ni olar ekanmiz. Endi yuqoriga chiqamiz. Example situation in which humans are more likely to be attacked. Ya'ni misollar
aytgan, ya'ni qaysi inson qaysi holatlarda hujumga uchraydi. Mana bu yerda aytgan ediki, aynan o'tirgan inson odatda ko'proq hujumga uchraydi, nima yo'lbarslar tomonidan. Va bundan bilsak bo'ladiki, biz to'g'ri javob sifatida F variantini olamiz. Endi G ni ham o'qib qo'yamiz. The fact that human upright maybe therefore just something that distinguishes them from nearly all other species, but also factors that help it to thrive. Demak, insonlar turib yurishi faqatgina bu farqlanib turish uchun emas, balki tirik qolish uchun ham kerak bir nima ekan. Yani ko'nikma hisoblanar ekan. Xo'p, demak hamma savollarimizga javob berib bo'ldik. Xo'p, guys, endi bitta tekshiramiz. Faqatgina biz ikkinchi partni passageni ishladik. Qaranglar. 22-savolga not given yozilgan ekan, lekin false to'g'ri bo'ldi deb aytilgan, lekin meni fikrimcha 22-savol not given bo'lishi kerak. Sababi bu yerda Konrad Lorenz haqida gapirilmagan edi va shu uchun ham biz false not given olgan edik va to'g'ri javob not given bo'ladi. Bu yerda reading passageni o'zini xatosi ketgan o'quvchilar. Xo'p, demak, bugungi reading passagemizni review tugadi. Xudo xolasa keyingi darslarimizda ham sizlar bilan ko'rishamiz.